Assalomu alaykum, sog'misiz, omonmisiz? Bugun 7-dekabr 2025-yil. Amudaryo tumani Mang'it shahri Kiyko'pir mahallasindamiz. Parrandachilikka qiziqadigan odamlar uchun ana shu ko'rib turgan tovuq xo'rozlarimiz o'zimizning mesniy tovuqlardan sotiladi. 500 dan ziyod deydi. Bag'ilishini ham o'zingiz ko'rib turibsiz. Ajoyib. Kataklarga ham qag'ilib turganlar bor. Bugun bu bozorimizga sotuvga chiqqanlari. Shundan sotuvdan qaytib qaytib kelganlari bu. Bu birgina sho'ra emas, oyoqlarda ham yoyilib o'tdi. Ko'rib turganingizdek 1000 ga yaqin bu yerda. Kimga ana shunday tovuqlar, arzon narxdagi tovuqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tovuq, xo'roz, kichkina jujalar ham bor bu yerda. Narxına keladigan bo'lsa, xo'rozlarimiz 80 ming so'mdan saylab olib ketaverasiz deydi. Tovuqlarimizni, ya'ni makiyallarimizni 70 ming so'mdan deydi. Saylab olib ketasiz. Bu yerda mana kichkinalari albatta qoq ya arzonroq sotiladi yoki olmasangiz qolib ketaveradi. Ulqarog'idan o'zingiz saylab olib ketsangiz bo'ladi. 70 ming so'mdan yana buning ustine ko'proq, ya'ni 10 dana, 15, 20 dana oladigan bo'lsangiz 70 mingdan ham 80 mingdan ham arzon qilib beradi. Tovuqini ham, xo'rozini ham. Eng arzon narxda hozirgi kunda 100 mingdan arzonga tovuq ola olmaysiz. Bularni masalan ko'rib turganlaringizni bu kichkina deyishingiz mumkin. Bu kichkinalar qolib ketadi. Ulqonlar ham bor buning, mana ko'rib turganingizdek. Ulqonlar ham bor. 80 ming so'mdan, 70 ming so'mdan tovuq hech yerda sotilmaydi hozirgi kunda. Eng arzoni 100 ming so'mdan bozorlarimizda. Bu yerda esa optim narxda 70 ming, 80 ming. 70 mingdan masalan 10-15 dana olsangiz 60 mingdan, 65 mingdan ham berishi mumkin. Balkim gapga checharroq bo'lsangiz, ondan ham arzonga kelishtirib olib ketishingiz mumkin bu yerda. Pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Manzillarini aytib o'tdim. O'zingiz telefon orqali bog'lanib, gaplashib, kelib saylab olib ketsangiz bo'ladi. Aytilgan narxlar kelishiladi albatta. Sizning oladigan soningizga qarab narx-navolar arzonroq qilib kelishtirib beradi. Saylab turib olib ketaverasiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, bog'laning. Soni chegaralangan, ulgurib qoling olishda. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.